Gapirtiradigan ham pulda. Oilani tinchligini yo'qotadigan ham pul. Biznesda sheriklarning orasidagi nizolarni orqasida ham pul turibdi. Puli bor mard, puli yo'q nomard. Pulini sheriklarning orasidagi kelishuvni bera olmagan uchun bir-birini sudga berayotganlar. Bir-biri bilan qavat borgangacha holatlarni ko'rdik. Pul muhimmi deyshadi. Albatta juda ko'p bo'lsa u muhim emas. Lekin pul bo'lmaganda puldan muhim. Yana nima bor degan holatni ko'p guvoh bo'ldik. Pul ovqatga o'xshaydi. Qorin och bo'lsa, ovqatdan boshqa hech qaysi narsani o'ylaymiz. Qorin to'q bo'lsagina ovqatni o'ylaymiz. Pul ko'p bo'lsagina pulni o'ylaymiz. Lekin pul bo'lmasa eslab qoling. Bundan boshqa hech narsani o'ylamay qoladi odam.